gunohmi? Конечно, gunoh. Mustafa, to'xta. Ana. Men qo'ydim deyapman-ku. Rostdanmi? Bu bo'riyam izidan, qolmosim oshib ketgan. Qo'lim og'riyapti. Sangacha fosfor yetishmayapti. Voy. Qalay o'g'lim? Maktabda o'qishlar yaxshimi? Ha. Yaxshi baholar olyapsizmi? Ha. O'qituvchilaringizni xafa qilmayapsizmi? Ha? Yo'q. Yaxshi. Dada. Ustozlaringni xafa qilmayapsanmi? Yo'q. Dada. Ha. Qarang. O'zbekcha bilan ruschani aralashib gapirtirsa gunohmi? O'g'lim, конечно, gunoh. Gunoh? Bahor. Mustafa? Mustafa, to'xta. Mustafa, to'xta. Mustafa, to'xta dedim. Mustafa, to'xta. To'xta dedim. Qo'churasan. Charchab ketdim-ku. Nima qo'ylading o'zi? Matematikadan ko'chirishga berib tur. Voy, shunga qo'yladingmi? Shuncha qo'ylaysanmi? Hozir. Boshingda qolsin. Rahmat. Bore. Rosa tez yuguradi. Sende ham og'riyaptimi? Nimaga to'xtasan? Xo'sh, hurmatli bemor, faqat siz qoldingizmi? Yuring, siz kirasiz. Ana. Sizmi? Kiring. Voy. Mama.
qochyapsiz? Bo'ling tez. Ha, keling. Voy. Ay. Tur. Yo. Tishingiz olar ekanmiz. Yo'q, kirmayman. Keyingisi siz qochib ketmang yana. Ay, urotku. Kalla kompyuter. Ay, tishim. Kirmayman. Shahzoda, ko'chamiz boshidagi yashaydigan Iso bor-ku. Qaysi? Ana xolmadagi Iso. Yaxshi kinolar ishlamaydigan. Resormi? Nima bo'pti? O'shani it tishlayapti. Aldamayapsanmi? Yo'q, chin so'zim. O'sha xolmadagi kinosini itam ko'rgan ekanda. Shunaqa. Kim? Mana shu knopkani o'qituvchi o'tiradigan stulga qo'yib qo'ydi. Kim? Voy. Sanmisan? Tohir. Yana qaytaraman. Kim o'qituvchi o'tiradigan joyga mana bu knopkani qo'yib qo'ydi? Kim? Sen desam men qo'ymayman. Bilmadim. Mana ko'rdingizmi, bunaqa paytda jim turishadi. Boshqa payt shovqin qiladi bo'laringiz. Xo'p, tushunarli. Ko'ryapsizmi? Ko'rdim. Xo'sh. Yana qaytaraman. Kim qo'yib qo'ydi? Qani agar kimda kim tan olsa, Xo'p. urushmayman. Lekin tan olmasa, kim qo'yganini topib olsam, maktabdan haydayman va qo'shib sinfdoshlarni jazolayman. Voy. Kim qani? Sanmisan? Sen qo'ydingmi? Kim qo'ydi ekan-a? Kim? Tohir, sanalaringmi? Qo'ydingmi? Men kutib turmayman. Qani kim? Tezlashtiringlar. Mani vaqtim yo'q. Sen qo'ygansan. O'zingdan qo'ygin. Men qo'ydim. Voy. Firdavs? Sen joyingda o'tirib tur. Men mana buni so'rab turibman. Kim qo'yganligini so'rab turibman. Ana ol. Knopkani kim qo'ydi? Men qo'ydim deyapman-ku. Voy. Rostdanmi? Ha, men qo'ydim deyapman-ku. Mana shu knopkani sen qo'ydingmi mana shu stulga? O'qituvchi o'tiradigan joyga? Ha, men qo'ydim. Молодец. 5 baho. Nega 5? 5? Voy. Ustoz. Ustoz. Cheklayman dedi. Maktabdan haydayman degan Endi bunaqa bo'ldi. Ustoz. Jimlik saqlansin. Ko'rdinglarmi? Tan olib turibdi. Mardlik qilib tan olib, aybini bo'yniga oldi. Yana bitta 5. Yana bir gap. Yana gap so'z qilib yurmanglar, xo'pmi? Direktor o'g'li ekan, yonini oldi demanglar, xo'pmi? Men o'zim yaxshigina gaplashib qo'yaman. Voy. Yana bitta. Rahmat. Qanal dolat, ey. Ha, Firdavs. Keyin gaplashamiz, xo'pmi? Xo'p. Voy. Yaxshi. Hali uyga borganda senga bir sovg'am bor. Mayli endi, bolalarni oldida qattiq gapirmayman. Siz ham unda o'tirgan joyingizga qarab o'tiring-da.
Bo'pti, darsingizni davom ettiring. Firdavs? Ha, ota o'g'il. Siz direktorning o'g'limisiz? Ha. Yaqinroq o'tirib oling. Darsni davom ettiramiz. Ana. Mayli, hech qisi yo'q, bo'lib turadi. Menga qara Tohir. Bitta gap eshitib qoldim-da. Anu Bahrom bor-ku. Sani qo'shning, to'g'rimi? To'g'ri. O'shani To'g'ri. 1000 ta qo'ylariga bo'ri tegmasdan bitta echkisini yeb ketib qopti. Shu rostmi? Rost. Bunaqa bo'ldi. Voy. Nima aynan 1000 ta qo'yga tegmasdan bitta dona echkisini yeb ketib qopti? Voy, Elyor, bu narsani mendan so'ramaysanmi? Bu bo'ri ham izidan, qon bosimi o'sib ketgan. Qo'y go'shti yemaydi. Yo'q, bo'rida ham qon bosimi bo'ladi. Bo'rida qon bosimi. Qo'yil. Gapni boplading. Ortoq. To'g'rimi Tohir? Eshitdim. Voy. Menga qara o'rtoq. Nima kulaverasan? Zo'raga. Men o'zim bekorchilikdan o'zim latifa aytadigan odatim bor-da. Shu maza qilib o'zim latifa aytib o'tiraman. Nima? Hammasini eshitdimman. Orasidan bitta eshitmaganim chiqib qoldi. Maza qildim o'shanga. Aytib beraymi? Aytib beraymi? Kel, o'tir, aytib beraman. Ahmadjon, Labestos. kundaligingni ota-onang ko'rsatib keldingmi? Ustoz. Kundaligimni ko'rsatmadim. Nega? Axir tayinladim-ku, ko'rsatib qo'l qo'ydirib kelgin deb, a? Shu ustoz otanizga ozgina bo'lsa ham achinasizmi? Ha? Shu men ham ozgina achindim-da. Tinchlanamiz. O'tir. Fayzomiz kulur. Tinchlik saqlaymiz. Bo'l. Boshqa bahona yo'qmidi? Boshqasini topolmadim, nima qilay? Voy, otto'ra Nima topolmagan bo'lsang gapirasan? Shuda. bahor topgan. Qalisan Mustafa? Mustafa? Ha. Yana nima deysan? Menga qaragan, Azamat. Sen bir marta bo'lsa ham soatga qaraganmisan? Bilasanmi soat? Faqat bir tomonga qarab yuradi. Shuni bilasanmi? Bu nimani anglashishini bilasanmi? Bu hayotda o'tgan ishlarni hammasini unut. Eski narsalarni eslamagin. Faqat oldinga qarab yurgin. Tushundingmi? Menga qara falasuf. Gapi boshqa yoqqa burmagin-da. O'tganga olgan qarzingni qaytar. Abba. Tushundingmi? Bo'pti.
Yozamiz. Shomansorov, Labbi ustoz. qayerlarda yuribsan, ha? Nimaga uy vazifasini bajarmading? Ustiga ustak, kecha darsga ham kelmading. Shu desiz, ustoz. Akam bilan trenirovkaga bordim, boksga. Nima? Sen hali akang bilan qo'rqitmoqchimisan? O'tir. Bahoying 2. O'tir. Mayli. Xo'sh, qani? Yozamiz. Ha. Aliyev. Aliyev. Kelib qoldilarmi, a? Qani o'rningdan turchi. Tur o'rningdan. Aliyev, tur. Voy bu. Bo'yingni qara uzunligini, sinfdan sinfga qolaverib zerikmadingmi? Sandagi bolalar yaqinda uylanadi. Shu siz ustoz kecha akam turmadan chiquvdilar. O'shanga gaplashib qotib uxlab qolmanda. Turmadan chiquvdi? Nima? Sen ham akam bilan qo'rqitmoqchimisan? Yo'q. Qo'rqadigan joyim yo'q. Mayli, o'tir. Bahoying. Tur. Bo'ldi. Darsimiz davom etadi. Hey. Qani yozamiz. Opa, Ha, men boshim og'riyapti. boshingmi? Abbo. Opa, Ha, qo'lim ham og'riyapti. qo'ling, shu san qiz. Opa, oyog'im ham og'riyapti. Oyog'ing. Shu san qiz hech sojoying yo'q-da, har kuni qatingdir og'riydi. Opa, Nima deysan? maslahat Nimaga? bering, nima yey, nima ichi. Maslahat? Qara, senga bir zo'r maslahatim bor. Senga maslahatim har kuni shu baliq yeb turganda, ko'p. Sengacha fosfor yetishmayapti. Voy, opa, men sog'aymoqchiman. Yorug'lik tarqatmoqchi emasman. Yorug'lik tarqatmoqchi emassan?